Salom, bu Mirza Ahmedov VFX kanali. Men Doniyor va bugungi videoda siz bilan mutlaqo bepulga AI orqali rasmlarni generatsiya qilishni o'rganamiz. Videoni ko'rishdan avval videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, zero siz bosgan har bir obuna tugmasi shaxsan menga motivatsiya beradi va kelajakda yangi videolar chiqishi ham sabab bo'ladi. Qani unda boshladik. Tak, videoni boshladik. Birinchi navbatda biz qilgan ishimiz Google Chrome'ga o'tib olamiz. Google Chrome'ga poiskga Flow AI deb yozib olamiz. Birinchi navbatda chiqqan Google Labs tomonidan yaratilgan Flow AI ustiga bosamiz. AI saytiga o'tgandan so'ng sizda inglizcha bo'lishi mumkin. Men o'zbekcha qilib qo'yganman. Va oqim bilan yarating degan tugmani bosamiz. Bosgandan so'ng sizda akkaunt ochilmagan bo'ladi. Akkaunt ochib olganingizdan so'ng sizga mana bunday eski qilingan ishlaringiz turadi, arxivlaringiz turadi. Qo'shish tugmasini bosamiz. Sozdать новый проект. Новый проект qo'shib qo'yapman. Tak, bu oynani ko'ryapmiz. Ya'ni mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 0 bonusi. Siz buni mutlaqo bepulga qilishingiz mumkin. Agar videoga o'taman desangiz 40 ta, ya'ni bu kartochka, ya'ni o'zini monetlarni sotib oladi. Siz sotib olsangiz video yo'qladi. Xohlagancha video pulingizga qarab xohlaganingizcha video yaratishingiz mumkin. Men rasmlarni bepulga generatsiya qilaman. Tak, bu yerda ko'rishingiz mumkin 9 ga 16, 3 ga 4, 1 ga 1 formatlar, 4 ga 3, 16 ga 9 formatlar ham bor. Bu 1x, 2x, 3x, 4x esa bu yerda 4 ta rasm, 3 ta rasm, 2 ta rasm va 1 ta rasm generatsiya qilishingiz mumkin. Tak, birinchi rasmimizni biz 16 ga 9 formatda qilamiz va bizga 2 ta rasm kerak. Va men hozir o'zimni rasmlarni tayyorlab qo'yganman. Biz o'zimni fashionni ishlataman. Ushbu rasmdagi odam, ushbu prompt beramiz. Ushbu rasmdagi odam Mercedes Benz CLS 63 avtomobilida o'tirgan, haydab ketayotgan bo'lsin deylik. Bosamiz generatsiyani. Hozir generatsiya qilyapti. Bu mutlaqo bepul, haqiqatan ham aldamayapman. O'zingiz ishlatib, test qilib ko'rishingiz mumkin. Yana buni plus tomoni birinchida bepul bo'lishligi, ikkinchida sifatli rasmi, uchinchidan 2K rasmlarni yuklab olishingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Keyin yuzingizni o'zgartirib qo'ymaydi. Misol uchun Gemini'ni olgan bo'lsangiz, siz Gemini'da rasm yuklab turib, siz AI orqali prompt tashlab generatsiya qildingiz. Yuzingizni ma'lum bir ozgina tomonini o'zgartirib yuboradi. Bunda esa yo'q. Qachonki rasm, misol uchun promptni to'g'ri bersangiz, servisga ketyapsiz. Ya'ni bu taraflar bo'lib qoldi. Mana generatsiya qildik. Tak, keyin bu saytga kirganingizdan so'ng maslahatim ingliz tilida emas, jaydar tilida berganingiz yaxshiroq. O'zbek tilida jaydarchasiga bering. Ko'pchilik aytadi inglizcha, misol ChatGPT o'tib turib, ChatGPTdan prompt olib turib, prompt tashlab turib, yana buniki, yana uniki, yo'q, boshingiz og'ritib naqlas. Jaydar tilida. Mana misol uchun men yozdim, CLS'da avtomobil haydab ketgan bo'lsin. Mana chiqarib berdi. Nima qilasiz? Prompt tashlab, uni qil, buni qil, boshqa miyangizni og'ritib qo'yasiz. Agar siz AIni media sohasida ishlataman desangiz, media sohasini chuqur o'rgangan bo'lishingiz kerak. Shunaqa. Ikkinchi, endi generatsiya qilamiz. Endi bu odam erkak bilan misol uchun ikkita rasm olamiz. Qizni ham qo'shamiz. Tak, rasmdagi odamlar, misol uchun rasmdagi erkak va ayol, nima deymiz? Erkak va ayol
avtomobil, avtomobil emas. Jiguli deylik, Jiguli avtomobilini oldida turgan bo'lsin. Erkakni ustida SSR davridagi Adidas kiyimlari bo'lsin. Ayolni esa SSR davridagi kiyimlar bo'lsin. Va genasi tugmasini bosamiz. Tak, boshqasi beradi. Tam o'zadigina. %50, 60%, 70%ga chiqib qoladi. Soat chiqas bersa kerak endi. Ma'lum bir ozgina kutasiz. Mana chiqas berdi. Shunchasi. Jigarlar chiqarib bergani qaraysiz. Mononi olib ortilagan. Gap yo'q lekin. SSR sok. Вообще zo'r chiqardi lekin. Menga yoqdi rasmdagi qizni ham. Yana ham. Endi men ozgina promosda ishlamadim. Nomiga ishlab qo'ydim. Atak chiqdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Videoda ishlatilgan AI saytini video opisiyatsiyasiga yozib qoldiraman. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'ling.